Ultimate Royalni tugatib, bir o'zim solo Erangel boshladim. George Pooldan Rajokka yurayotsam, garajda moshin turibdi. Ichida odam. Ana, kill ham yo'q edi, endi bir ikkita kill qilib olamiz dedim-de, sirazi orqaga qaytdim. Qaytib kelsam, AFKga o'xshadi. Chunki namik qilsam otmadi, pik ham qildim, otmadi. Даже moshindan tushmadi. Ha, mayli dedim. Nima bo'lsa ham to'p birov berishga harakat qilaman dedim. Agar yo'lda otsa, ko't bo'ladi dedim-de, moshinni olib zapravkaga haydadim. Zapravkaga kirdikdan moshinni zapravkaga qo'yib, bor balon va dim hammasini yig'ib oldim. Jigarimiz o'lib qolmasin dedim-de. Keyin bilsam jigarlarim, bu bola yo telefoni bir chekkada qolib ketgan, yoki uxlab qolgan ekan. Chunki akkaunti ban edi qadrdonlarim. Dedim, bitta to'p birov beraman deb ban berdim dedim. Hamma mayli dedim, ozgina fight bo'ldi, balonlarni almashtirib jigar bilan ozgina hazillashdim. Keyin zonaga o'ynadik. Oxirgi palakat zona bizni farm tarafga chorladi. Mayli dedim, oxirgi zona bosdi, 4 ta odam bor edi. Kirdim, bittani david qildim, lekin men borimcha harakat qildim.